Assalomu alaykum. Mana biz Kartoshka maydonidamiz. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Guliston mahallasida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 75-67 kontur bo'yicha amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan bo'lib, umumiy yer maydoni 10 gektarni tashkil etadi. Loyihani amalga oshirish uchun lider tadbirkor Guliston tomorqa xizmati MCHga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 50 sotikdan ajratib berilgan. Hosildorlik har bir gektarga 20 tonnani tashkil etadi va umumiy maydondan 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Har bir gektarga o'rtacha 50-55 million daromad olish kutilmoqda. Kelajakda ushbu loyihani yanada rivojlantirish uchun amaliy ishlar olib borilmoqda.